Qayerdan unda bunday yurak bo'lishi mumkin? Men uni do'stini nega urdim? Chunki u bizni provokatsiya qildi. Aynan shu uchun u kaltak yedi. Agar u provokatsiya qilmaganda edi, hech kim unga tegmagan bo'lardi. Nima qilasan o'zingga kerak bo'lmagan joyga burningni tiqib va seni yeb yuborishi mumkin bo'lgan odamga sakrab? Yo'q, bilasanmi nima qilmoqchi edim? Men shunchaki undan so'ramoqchi bo'lgandim. Men ular bilan jang qilmoqchi emas edim. Menga nima kerak? Ertangi jangim oldidan ular bilan urushib o'zimni jarohatlab, axir ertaga meni jangim-ku. Perchatkaniki birga bir chiqasanmi, deyapti menga qarab. Voy ablah, sen axir kecha men bilan boshqacha gaplashgan eding-ku. Kecha sen kelib menga aka, biz uzr so'raymiz deganda, endi menga sakrayapsanmi? Yaxshi, men senga hali buni eslataman dedim. 16-avgust kuni bo'ladigan Islom Maxachev va Ian Gari jangini Shohrux Abubakirov Telegram kanalida tomosha qiling.